Xabaringiz bor, joriy yilning 1-aprel sanasidan boshlab ayrim tovar va xizmatlar uchun naqd pulsiz hisob-kitob amaliyoti qo'llanilmoqda. Ular orasida davlat xizmatlari va kommunal to'lovlar, jumladan aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash ham bor. Mazkur tizim eng avvalo iste'molchilar uchun qulaylik yaratish, ortiqcha vaqt va mablag' sarfini kamaytirish, shuningdek, korrupsion holatlarning oldini olishga xizmat qilmoqda. Hozir shu haqda Naqd pulsiz to'lovlar orqali suyultirilgan gaz uchun hisob-kitob qilish bugungi kunda bank plastik kartalari, mobil ilovalar orqali amalga oshirilmoqda. Bu esa aholiga istalgan vaqtda va istalgan joyda hech qanday qiyinchiliksiz to'lov imkoniyatini beradi. Iste'molchilarimiz o'ziga qulay ravishda 24/7 rejimda elektron to'lov tizimlari orqali yoki o'zlariga yaqin bank shoxobchalari orqali to'lovlarni to'lash mumkin. Asosan bizda markazdan olisdagi qishloq hududlarimizga suyultirilgan gaz yetkazib berish yo'lga qo'yilgan. Suyultirilgan gaz iste'molchilari bir oylik to'lovlarni amalga oshirib, gaz balon yetkazib berishda Face ID orqali, maxsus planshet orqali tasdiqlangandan so'ng o'sha suyultirilgan gaz yetkazib berish hisob-kitob amalga oshiriladi. Mazkur amaliyotning joriy etilishi hisob-kitoblar aniqligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron to'lov tizimlari orqali barcha operatsiyalar avtomatik ravishda qayd etilib, iste'molchi va yetkazib beruvchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar shaffof va nazorat qilish mumkin bo'ladi. Natijada qarzdorlik holatlari kamayib, to'lov intizomi sezilarli darajada yaxshilanadi. Xodimimiz suyultirilgan gaz balonni yetkazib berganda aholi iste'molchisiga gaz balonni qabul qilayotgan paytida Face ID orqali tasdiqlaydi, haqiqatdan shu gaz balon olayotganligi. Face ID tasdiqlangandan keyin to'lov avtomatik tizim orqali uning hisobidan yechiladi. Aholiga qulayligi o'sha avtomatik tarzda uni gaz balon yetkazib olganligi, boshqa bir shaxsga berilmaganligi, o'sha gaz balonni haqiqatdan o'sha oila vakili yoki o'zi olganligi tasdiqlanadi. Bu bizda hisobotlarni yuritishda ham qulaylik yaratadi. Barcha moliyaviy operatsiyalar ochiq va rasmiy tarzda amalga oshirilishi natijasida yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga erishiladi. Gaz ballonlari yetkazib berish, buyurtma va to'lovlarni qabul qilish jarayonlari elektron platformalar orqali boshqarilayotgani tizim samaradorligini yanada oshiradi. Mirzolim Rustambekov, Abdulaziz Abdusamadov, Hudud informatsion dasturi uchun.